Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Barakavus kanali ashaddiy muxlislari. E'tiborlaringlar, bugun biz 2025-yil 24-aprel hafta kuniga payshanba biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Yakkamo'lla mahallasida sotiladigan dehqon akamizdan 3 bosh buqa bor. Mana gibrid buqamiz bor, sementalimiz bor, toza qonli Grifortimiz bor akalar. Bularda tarozida totib ko'rdilar. Bunisi 400 kilo, rovni 400 kilo chiqdi. 403 kilo. Ha, 403 kilo chiqdi. Endi 400 kilo ham to'g'ri. Ha, 400 kilo deylik. Mana o'sa 515 kilo chiqdi. Ha, 17 ida 15. 17 ida 15 to'g'ri. 515 ga olaverasizlar akalar. Endi asosan maqsad sotaman deb nima qilganim mana shu Greenford buqamiz sotiladi. Bularni ham mabodo akani mo'jaliga tushib qolsa kelishilaveradi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hurmat, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Buqalarni yaxshi niyatda bor. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Olyapsizmi charchamay? Ha, aka, sekin. Aka, buqani endi nech pul deymiz endi buni? Beraverasiz, aka, endi men tushunmasam. Endi aka, qarangda, men siz bilan dehqon odamsizda aka, muncha beray, uncha erra qilib tortishmaydi, bozor qilib. Endi o'zi chiroyli qilib, yaqin qilib aytingda, ish qilasiz. Bo'ldi aka. O'zim endi qimmat atib qo'ysa, ertasi qimmat qilib. 32 so'rayapmiz aka. 32 million so'm so'rayapmiz. Bo'ylari 1.25 pilos aka. Kurak chiqargan yo'q. Biz aka, to'g'risini aytganda, mana 400 kilo chiqdi. Aha. Endi 32 desak, qimmat bo'lib ketadi aka, ochiq. Aha. 30 milliondan xayri bor. 30 million xayri bor. 30 million kami bor aka. 30 million kami bor. Realni mana ko'rdilar, taroziga chiqardik, ko'rib, o'shanga qarab hali siz ham qolgan umidon qilib. Aka ham boqqaniga yarasha yaxshi niyatda boqyapti. Foydasini berib, aytdinglar, sizlar ham foydalaninglar. Foydalanuvchi yomon bo'lsin, dehqon baqaman desa, dehqonga ham beraveradi. Boqadigan sog'lig'i, bexijolat. O'y jonivor. Shu zagonda yurgan mana. Ha, jonivor. Akalar, ma'qulmi? Greenfordimiz qora qizildan olganda bo'lardimi? 30 million so'm kami bor. Telefon qilasizlar. Aytilgan gaplar u mana shu bo'ldi, shundan kamiga sotilmaydi degani emas. Telefon qiladi, akaga telefon qilyapsizlar, chiroyli qilib kelishtirib berishaveradi. Sizmi edi, yo'q. Ha, bu sementalimizni endi ko'rdilar mana 517 kilo chiqdi, 515 kiloga olaverasizlar. Endi hali realni munchaga sotaman degani emas, ha jonivor. Ha, o'ynashyapti. Yo'q. Katta mollar hajolat bo'lasizda. Endi gibriddan olib qo'ying. Bunga endi narx aytib qo'yaverasizmi siz? Aka, bunga endi 45 million deymiz. Kelishilaveradi. Telefon qilsin. Ha, telefon qilaveringlar endi aka. Zotga aka, zotga. Yaxshi narsa. Ko'ryapsizlar. Bizov kuragi yo'q. Mana mana nimamiz ham bor? Gibrid buqamiz. Bunisini ham mana narxida aytamiz endi. Baribir vaqtda aytyapman, bundan og'ir chiqib yormaydi bu. Yo'q, lekin ko'chat bu. Ha, ko'chat. Bu ozgina bundan ko'ra nimaroq? Yoshiga ham choy to'royli yosh bu bulardan. Ha, bu yoshligi yosh ekan aka. Ishqozi kelasizlar, ko'rib ustida chiroyli qilib olib ketaverasizlar. Akam kelishtirib beradi u. Reklamaga chiqargan yo'q, sotaman deb ko'rsatyapti. Ha, ko'rsin, telefon qilsin, kelishamiz aka. Akam aloqa uchun telefon nomerimiz 99li. 609 89 88. Akalar, kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Yakkamo'lla mahallasida akalar. Kelasizlar, chiroyli kelishtirib beraveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.